Voy, jimdasiz. Yaxki. Oraylarda kezga o'ynaydiganlar bor, bilaman. Tekingiz olgili kelyaptimi? Yomon narsa chiqdi. Qaranglar. Mana bu yerda Telegram bot bor ekan. Men ham tashlashda kirdim. Mana bu yerda zadaniyalari bor. Har bitta zadaniyaga 100 so'mdan berar ekanda, 100 ta olmos berar ekan. Har bitta chaqirgan, priglasit qilgan o'rtog'idagi 500 olmosdan berar ekan. Men yig'dim hozir. Buni sinab ko'rdik. Mana bu yerda mana chaqirgan odaminglarni hammasiniki bor. Menda olmos yig'ildi. Keyin kiyizga kirasizlar-da, bitta olmosinglar yetgan kiyizni tanlaysizlar, hosinglar bilan ochib ko'ramiz. Mana qaranglar. Biz 3000 talikni ochib olamiz. Yomoni sizlar bilan birga ketdi. Muzikalar bilan mana. Hop. Tekinga kiyiz. MP90 tushdi. Hop, buni sotib olsanglar ham bo'ladi. 908 ta olmosga sotib olar ekan. Bizi keyingisini yana bitta mana kurti teshora sotmadik. Tekinga bu hech narsa emas. Uni siz o'zingizga olib olasiz. Bitta silka orqali. Ketyapti. Pichoq tushib qolsa, jackpotda, okalar. Voy, mana Star Trek'lik tushdi. Voy. SG. Endi buni hozir sizlarga silkasini qoldiraman. Qarang. Mana shu yerda profiliga o'tasizlar. Mana hozir yutib olganinglar. Sotib olsanglar ham bo'ladi. Bizda olmosimiz mana 1700 ta qoldi. Profilda turibdi. Buni qanaqa qilib Steamga o'tkazishni keyingi videoda ko'rsataman. Foydalaninglar. Silkadan qanaqa foydalanishni qarayman, o'rgataman. Zagolovkaga kelasizlar. Mana bu yerda Telegram Rustamovich dizayn turibdi. Mana shu silkani ustiga bitta bosasizlar. Telegram gruppiga kiradi. Mana shu yerda tashlab qo'ygan bo'ladi. Shunda zapustit qilasizlar, bo'ldi, chiqib ketadi o'zi. Mana biz tashlaganimiz hali yana ko'payyapti. Hozir yana bitta odam tutsa, yana bitta keys ochamiz.